Instagramda yangi fishka chiqdi. Bu haqida hali YouTube'da ham, TikTok'da ham hali hech qanaqa video yo'q. Buni birinchilardan bo'lib o'zim o'rgatib qolaman. Bu fishka qanaqa deysizlar, mana shu yerda link bor. O'sha linkdan ustini bossangiz hozir keyingi videoga olib o'tadi. Ishonmasangiz bosib ko'ring mana shu linkni. Bu nimaga kerak desangizlar, Instagramda vlog yurituvchilar, masalan, qisqa Insta seriallar va o'shalarning qismini yo'qotib qo'ymaslik uchun mana shu tepadan qo'yib qo'ysalar, juda ham foydali narsa, o'zimga ham kerakli narsa. Buni bilmaganlar uchun hozir o'rgatib qo'yaman. Xuddi shunaqa video yasash uchun edit degan privilegiya kerak bo'ladi va pastda links degan bo'lim bor. O'sha yerda o'zlaring akkauntlaringni yoki qanaqadir boshqa akkauntda reklamasini qilish uchun mana shu yerga qaysi akkauntda reklamasi yoki o'zlaring akkauntlaringni linkasini qo'yib qo'yasizlar. Mana shu yerga joylashtirib qo'yaman. O'zimniki bu. Boshqa akkauntda ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Va bundan tashqari Reels, o'zlaringni Reelslaring yoki boshqani videosini Reelsni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, reklamadek qilib. Men o'zimni videomni mana shu yerga joylashtirib qo'yaman. Sizlar ham xuddi mana shunaqa video yasab qo'ysanglar bo'ladi o'zlaringizga rivojlanish uchun. Hammaga rahmat, like, podpiska bosib qo'yishni unutmang.